Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Uch tumani birlashgan hududda Bakir xo'jaligida turibmiz. Xo'jalik aka, VDS biooti bilan necha marta ishlagansiz deydi? Bunga 2 marta ishlangan bu. 2 marta ishlangan, ha? Xo'sh. Litsenziyadan hosil olyapsiz. Ayni bu yil hosillik joyi ko'proq olib turibmiz. Alloh bersa bir 70 berar, 80 doğru shunaqa. Necha yildan beri VDS biooti bilan ishlatasiz? Biz bilan qachon tanishdik? Toshkentda. 2010 ishda. O'shandan bilan ishlatamiz. Bu yilda o'tdi. O yilda 3 yil bo'lyapti. O'shandan beri o'sha bilan shug'ullanamiz. Paxtaga ham bunga ham beramiz deganlar. Hukumatda sepillatda yoshligida bor. Manusal nimaga kirganda ekan, haligi o'zingiz aytganday, nima paytda hosil davrida ham beriladi-da, 2 marta beryapmiz. Afzalligi, boshqa haligi stimulyatorlardan, boshqa nimalardan afzalligi to'g'risida qisqacha gapirib bersangiz. Afzalligi endi yaxshi, arzonligi bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi o'sha haligi ekinni tez rivojlantirishga yaxshi ekan. Undan tashqari mana haligi zang kasallikka ham uncha chalinmaydi, yaxshi bo'lyapti-da. O'stirishi, tuplantirishi qanday? O'stirish, tuplantirishi yaxshi. Bunga gap ham yo'q. Bu masalani yaqin 15 yildan beri shug'ullanamiz. Shu kishi bilan Toshkentda bir tanishganmiz. 10-yilmi, 13-yil o'shandan beri foydalanamiz. Mana ko'rasizlar, borib o'zimiz olib kelamiz, olib beryapsizlar. Buni afzalliklari endi juda yaxshi. Zang kasallikka qarshi o'zini tuplanishiga, haligi rivojlanishiga, qo'shoqlarning katta bo'lishiga, donni ko'payishiga ancha samarali, foydasi yaxshi-da. Bu mana o'sha VDS biootda sepilgan yer bilan sepilmagan yerda o'rtasida kombayn organida donda farq bo'ladimi? Bo'ladi. Tonnada. Tonnada bo'ladi. Yaqin 10-15 santimetr sentinerga nimasi bor. Farqi bo'ladi. Tosh bosarganda. Tosh bosishiga boshqa ancha farqi bor. O'sha farqi borligi uchun kelib ishlaymiz-da bu bilan. Bo'lmasa borarmidik, ha? Yaqin 30-40 millionlik yiliga shu paxtaga, bug'doyga, boshqa bog'larga ishlatamiz shunaqa. O'tgan yili 43 million so'mlik VDS bioot olgan. Shunaqa. Xo'jayin aka, o'sanglar bu yer paxta bo'lgan-a? Paxta bo'lgan. Buzib ekkansiz. Buzib ekkanmiz. 5-mayda ekdingizmi? Qachon ekdingiz? 1-may kuni ekishni boshlab 5-maylarga tugatganmiz. Hop. Birinchi Xitoy navini ekdik. Chuqur ekib qo'ydimi? Boshqa qildi, yaxshi chiqmay qoldi. Paxta. Undan keyin o'zimizda haligi mahalliy navdan haligi 82-97dan ekdik. Ham etdaligi ham yaxshi ekan u paxtani ham. Shu 40 sentrga o'shanda ham paxta oldik. O'shanda necha marta VDS biooti bilan ishlab bergansiz? 2 marta ishlaganmiz. 2 marta VDS biooti bilan ishlagansiz, Azagro bilan ishlagansiz. Ikkalasi bilan o'sha haligi narga haligi gerbitsidlar ishlatmaganmiz. Nima deydi? Haligi qutga qarshi, haligindaqa qarshi. Yo'q, preparatlar ishlatilmagan. Preparat ishlatilmagan. Mana shu o'zi bilan bo'lgan. Paxta. O'sha 25 kun, 26 kun erta pishirdimi paxtani? Pishirar ekan. Ertachiligi ham bor ekan, erta pishirish sandaqasi ham bor-da. O'shanaqa bo'lgan. Xo'p, e'tibor